Sizlarga ikki komponentli dozatorimiz haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Nimaga ikki komponentlik? Ya'ni bu suyuqlik mahsulotni xomashoni aralashtirib, avtomat tarzda siqib chiqarib beradi. Bu 2K dozatorimizda ishlash prinsipi suyuqlikni xomashoni barabandan pnevmatik kontrol ostida siqib chiqarib, ushbu pistolet bilan kerakli joyga kerakli miqdorda chiqarib beradi. 2K dozatorimiz qayerlarda qo'llaniladi? Avtomobil sozligida, orqa oldi oynalarni yopishtirishda, LED chiroqlarni germetik yopishtirishda, plata, elektron platalarni ishlatiladi hamda stiklopaketni ikkita oynani bir-biriga germetik yopishtirishda smala bilan chetini dozator bilan quyib chiqishda juda keng qo'llaniladi. Qiffatchi usta akalarimizga bu 2K dozatori yonida yana qo'shimcha bu dastgohimiz, ya'ni xomashoni oynani qo'ygan holatda pedalni bosganda bu kerakli joyga bilan aylanib, qanday holatga kelishini o'zi kontrol qiladi. Hamda pistolet bilan, dozator bilan shuna smalasini quyib, germetik yopishtiriladi. Bu dozatorimiz juda ham ekonomичный bo'lib, bor yo'g'i 120 vatt tokda iste'mol qiladi. Ushbu stanok kimga qiziq bo'lsa hamda to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.